yoki bo'lmasa o'sha bizning turmush iste'molimizda ko'p bo'layotgan soxtaliklarni avj oldiradigan nurg'un odamlar bor. Bular qonunning yo'chug'idan foydalanib, axloqsizlik, samimiyatsizlik, aldamchilik qilib, noto'g'ri usullar bilan pul topadi, noto'g'ri usullar bilan o'zininki egiligini tiklaydi yoki bo'lmasa o'zining obro' inovatini amalga oshiradi. Bular kimlarga ziyon solayotganligi, nimani ziyonga uchratayotganligi bilan hisoblashmaydi. Shunga jamiyatda hozir ta'kidlanayotgan bir ko'z qarash va u nima deganda 10 yillar bo'ldi. Jungo hukumatiningki yo'l qo'yishi bilan bir hukumat harakati ta'kidlanyapti. Ya'ni axloq qurilishini yo'l qo'yish deydigan. Axloq qurilishini yo'l qo'yish degan mushu shuarning o'ttirib qo'yilganligiga hozir 10 yildan ortiqroq vaqt bo'ldi. U endi qanchalik yo'l qo'yildi, uning unumi nadan nagacha men uni tekshirib tadqiq qilmagan ekan u vaqtda bir narsa demay turay. Ammo axloq qurilishiningki yo'lga qo'yilishi bilan bizga yetgan eng muhim bir uchur nima deganda axloq qurilishiningki negizi samimiylik degan bir gap. Bu gap televizorlarda, radiolarda o'tirib qo'yildi, stolbularga, tomlarga chaplandi tashviqot varaqasi qilib. Axloq qurilishining negizi samimiylik deb. Unda qolganda samimiylik degan mushu gap nima uchun ta'kidlandi deganda bir odam doktorxonaga kasal bo'lib bo'lsa, u jigar kasali bo'lsa, jigar kasalininki retseptini yozib, uningga shu xildagi dorini berdi. Agar u yurak kasali bo'lsa, yurak kasalining retseptini yozib, uningga shu xildagi dorilarni berdi. Demak, bizning jamiyatimiz samimiyatsizlikdan iborat bir kasal giribdor bo'ldi. Shunga hukumatninki axloq qurilishini elib berishi ham axloq qurilishiningki negizi samimiylik deyishi dal jamiyatning kasaliga qo'yilgan bir diagnoz yoki bir retsept bu. Demak, bizning jamiyatimizda samimiyatsizlikdan iborat bir xil kasallik yamrab ketdi. Samimiyatsizlik yamrab ketgan yerda qanday oqibat kelib chiqadi deganda odamlar o'tirisidagi ishonmaslik avjiga chiqadi. Odamlar odamlarga ishonmaydi. Odamlar yemakliklarga ishonmaydi. Odamlar boshqalarning gapiga ishonmaydi. Ish qilib ishonmaslikning urug'i hammaga chechilib ketgan, ishonmaslikning ko'langisi hammani qoplab ketgan bo'ldi. Hamda odamlar o'tirisidagi eng chong huzursizlik nima deganda ishonchning yo'qolib ketishi. Bizning an'anaviy e'tiqod sistemimizda ishonch olamning to'riki deb qaraldi. Demak, jamiyatning ishonch inovat krizisining to'lab ketishi, samimiylik qurilishiga giribtor bo'lishi yoki samimiylikni yo'l qo'yishini ta'kidlashning o'zi bizning bolalarimizni tarbiyalashda jamiyatdan iborat bu keng so'rinning bolalarimizni tarbiyalashga alohida mos kelmaydiganligini, balki bolalarni samimiyatsizlikning turli illatlari bilan uchrashtiradiganligi, yolg'onchilik, aldamchilik, kazzoblik, qo'ymichilik qatorliq harakatlarning bolalarning qalbidan o'rin oldiganligi, unda o'yin tomosha, bangvoshlik, kayf safa turmush qatorliqlar bolalarning qiziqish nishoniga aylanib qolganligi qatorliqlar hozirgi jamiyat tarbiyasining bolalarni buzayotgan gavlik taraf. Shunga jamiyatdan iborat bu keng so'ring'imi ishonishga bo'lmaydi. Demak, bizningki jamiyat bolalarimizni xotirjam tarbiyalaydi deydigan mundaq xom xiyolda bo'lmaslik kerak. Men boshda so'zildim, biz hozir oila tarbiyasida tarixda duch kelmagan eng zo'r darajadagi mas'uliyatni ustimizga olishga duch kelyapmiz. Bizning oila tarbiyasiga bo'lgan hojatimiz tarixda hech qachon bugungidek bundaq yuqori darajada tushib boqmagan deb qayd qildik. Haqiqatan oila ma'rifiga biz haqiqatan hojatman bo'ldik. Bizning hojatimiz oila ma'rifiga zo'r darajada tushyapti. Shunga oila ma'rifidan iborat, ya'ni oila tarbiyasidan iborat mushu ma'rifni kuchaytirish, oiladan iborat bu so'rinni avlod tarbiyalashga mos keladigan bir go'zal, huzurli, ko'ngilli muhitga aylantirib qurib chiqish navbatdagi eng chong milliy qurilish. Buni nima uchun milliy qurilish deymiz deganda oila jamiyatning hujayrasi. Har bir oila Uyg'ur jamiyatininki bir hujayrasi. Shu hujayra sog'lom bo'lsa, Uyg'ur jamiyati sog'lom bo'ldi. Uyg'urlarning mavjudlik masalalari, axloq masalalari, ideya masalalari shu oiladagi sog'lomlikdan keldi. Yoki shu orqali hal bo'lishning muayyan kapolatiga erishdi. Shunga biz oilani odam tarbiyalashga mos keladigan bir oila qilib qurib chiqishimiz kerak. Undaqda bizning navbatdagi oilalarimiz odam tarbiyalashga mos kelamdi. Bizning ota-onalarimiz
to'y qilayotgan qiz yigitlarimiz avlod tarbiyalash jihatdagi zarur bo'lgan axloqiy safoni hozirlaganmi yoki ular faqat fiziologik qo'shilish, bola tepishdan iborat bir fiziologik qo'shilishni amalga oshira oladigan shunday oddiy insonlarmi degan masalaga duch keldik. Biz buni muhokama qilib chiqishimiz kerak. Hozir albatta to'y qilish intayin yaxshi ish, ham ulug' ish. Bir odamning hayotidagi eng muhim faoliyat. Lekin to'y qilish faqat fiziologik qo'shilish xarakterli bo'lib qolsa yoki bir uyni tutib bir oilaga xo'jayin bo'lish deydigan shunday bir xil xo'jayinlik tuyg'usi bilan ko'payilib qolsa, bu oila bir sog'lom bo'lgan odam tarbiyalash muhitiga ega oila bo'lmaydi. Nikoh qilgan o'sha yoshmi kelgusida millatning kelajagi bo'lgan avlodlarni tarbiyalashga ma'naviy jihatdan shart-sharoitini hozirlagan ota-ona hisoblanmaydi. Shunga biz hozir oila ma'rifida, oila tarbiyasida garchi oila ma'rifiga nisbatan hojatimiz intayin yuqori darajada tushayotgan bo'lsa-mu, ammo oilalarimizning safosizligi jihatda cho'ng krizisga duch keldik. Shunga bu biz duch kelgan yana bir milliy krizis ham buni hal qilish cho'ng bir milliy qurilish. Bugungi shu leksiyalarningki shunday xiyollarda ilib berilishi bizning mushakilib bu haqda so'zlashimizning ahamiyati nada deganda mushu xil andishni to'nib yetganligimiz, mushu andishiga nisbatan izlanish yo'liga kirganligimizdan darak beradi. Bu yerga odamlar har soatdan kelgan. Ular agar oila tarbiyasidan iborat mushundaq bir masalada andishiga duch kelmagan bo'lsa, xavf sirmagan bo'lsa, krizis his qilmagan bo'lsa, bu yerga kelib, bu yerda 1-2 soat vaqt isrof qilib anglamagan bo'ladi. Bular nimani tushundirdi deganda bizning xalqimizning navbatda oila krizisini to'nib yetayotganligini, avlod tarbiyalashdan iborat mushu masalada andishida qolganligini tushundirdi. Demak, bu andish qilishga tegishli, krizis his qilishga tegishli ham buni hal qilib bir muhim milliy qurilishni amalga oshirish deb tushunish hozir bizga zarur bo'lyapti. Shunga biz o'zimizningki hozirgi oilalarningki qurilmasini, ya'ni oilalarning ichki odam tarbiyalashga mos keladigan muhitni barpo qilinmaganligini muhokama qilib chiqishimiz kerak. Bu haqda tahlil yurgizib chiqishimiz kerak. Bu bir qatimliq leksiya bilan yoki bir qatimliq tanqid tarbiya bilan ham amalga oshirilish emas. Bu bir xil ilm masalasi. Mundaq aytganda bir xil tadqiqotning obyekti. Oila tarbiyasidan iborat mushu masala tom kitoblarni yozilgan, yüzlügen, minglagan maqolalarni yozilgan bir tadqiqot deymiz. Buni tadqiq qilish, buni ilmiy izg'i solish, buningga haqiqiy bir ilmiy tus berish yoki bo'lmasa to'g'ri yo'lga solish hammamizningki burch. Buningdan bosh tortadigan odam yoki buningga sal qaraydigan odam kelgusida shu pushaymonni meva qilib yoki shuni usul qilib suzib oladi. Uningdan boshqa oqibat ko'rilmaydi. Biz bugungi leksiyani Urumchi shahrida so'zlayapmiz. Men o'zim Urumchida turayotganimga 30 yillar bo'ldi. Demak, meningki bilishim, tushunishim Urumchidagi oilalarni bakrak tushunaman, bakrak bilaman. Shunga bugungi meningki oila haqidagi ba'zi tanqidiy takliflarim yoki mulohaza misollarim Urumchi shahridagi oilalarni asos qilgan bo'ldi. Uning qanchalik xato yoki qanchalik to'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar, uning obyekti chuqum Urumchidagi oilalar asos qilingan holda ilib berildi. Bu ba'zi yizi qishloqlardagi, chet noy shaharlardagi oilalarning ahvoliga, u oilalarda ko'rilayotgan ziddiyatga mos keladigan taraflari bo'lishi mumkin yoki to'liq mos kelmasligi mumkin. Shunga men mushak kelgan mehmonlarningki kelish manbasini nazarga tutib, ham so'zlanayotgan o'rinninki alohidligini nazarda tutib, Urumchidagi oilalarningki duch kelayotgan ziddiyati, ularda ko'rilayotgan ahvollar ham bu jihatda hal qilishga tegishli masalalarni so'zlab o'taman. Biz oiladan iborat bu masalani jamiyatning hujayrasi dedik. Shunda qolganda bu Uyg'ur jamiyatininki hujayrasi, har bir oila Uyg'ur jamiyatining bir hujayrasi. Urumchi shahridagi har bir Uyg'ur aholisi yoki Uyg'urningki oilasi shu jamiyatningki ijro qiluvchilari yoki shu jamiyatning hujayralarini aktivlashtiruvchi yoki passivlashtiruvchi omillar.
Onda qo'yganda bizningki hozirgi Urumchidagi oilalar qandaq masalalarni sodir qilyotidi, oila tarbiyasida qandaq kamchiliklarga yo'l qo'yotidi, qandaq ilmiysizliklarni ifodalayotidi degan masalalarni biz muhokama qilib baqsaq, hozir bizda eng ko'p ko'rilayotgan narsa maktab ma'rifiga yantayoq bo'lish. Mandaqcha aytganda maktab ma'rifininki passiv davomlashtiruvchisi bo'lish. Har qanday oilada deb aytmasaqmi, ko'pincha oilalarda eng ko'p ko'ngil bo'linadigan masala bolalarning o'rganish. Bolalarning atrofda yetilishi, ya'ni ota-onalarningki xiyolida yo'q. Bolalar oilada ota-onasining yetakchiligida maktab bergan topshiriqlarni o'rinlaydi, mashqlarni ishlaydi. Ota-onasimi bolalarningki o'rganish natijasiga imtihonda necha oldi, topshiriqda necha numar oldi, mush qatorliq masalalarga ko'ngil bo'ldi. Balasiga berdigan va'dalarim nima deganda, agar yaxshi o'qib bersang, men sening hamma orzuyingni qondirim bolam, meni xush qilsa bolam, deydigan mana shunday gaplar. Demak, ota-onalar hozir bolalarningki o'rganish natijasiga ko'ngil bo'lish, o'rganish ahvoliga ko'ngil bo'lishni oiladagi eng chong masala deb qaragan. Bu qaramoqqa to'g'ridek tuyuladi. Chunki bolalarning o'rganishiga ko'ngil bo'lishni xato deydigan ong nurg'a ota-onaning kallasida yo'q. Ammo har qanday narsaning cheki bor. Albatta, bolalarning o'rganishiga yetakchilik qilish, topshiriqlarni ishlash qatorliq masalalar bu bolalarningki bilim egallash yo'lidagi bir muhim bosqich bo'lsa-mu, ammo maktabdami o'rganish tipidagi muhitdan bahramand bo'lish yoki shuni o'rinlash, oiladami butunlay o'rganish qilish xarakterlik muhitning ichida cho'ng bo'lish bolalarningki bir taraflama holda yetilishini keltirib chiqaradi. Ham oila tarbiyasini maktab tarbiyasiningki passiv davomiga passiv yondash mangadigan hamkorlashquchisiga aylantirib qo'ydi. Shunga oila ma'rifininki roli maktab ma'rifining keyindan so'kildab menish emas. Maktabda bolalar o'rinlayolmagan ba'zi topshiriq mashqlarni, egilayolmagan ba'zi bilimlarni maktabdagi kitobiy bilimlarni oilada to'ldirish bu ailening birdan-bir qiladigan ishi emas. Bu faqat oila tarbiyasidagi o'nlagan yuzlagan ishlarning ichidagi faqat bir turi bo'lish kerak. Hozircha deganda nurg'a ota-onalarningki iddisi, ko'ngil bilish nuqtasi, tushunchasi bolalarningki o'rganishiga markazlashib qolgan. Shunga bolalarningki qanday cho'ng bo'layotganligi, masalan, psixikasiningki sog'lom yoki sog'lom emasligi, kishilar bilan chiqishib o'talaydigan yoki chiqishib o'tolmaydiganligi, boshqalar bilan odil raqobatlasha yoki odil raqobatlashamaydiganligi, o'zidan uzib ketgan yoki o'zidan eshib ketgan bolalarga nisbatan ulardan zo'qlanish, ular bilan to'g'ri bo'lgan usulda beslashish xarakterlik muomalada bo'lmay, hasad qiladigan, o'chmanlik qiladigan psixikalarning yetilayotgan yoki yetilmayotganligi, urug' tuqqanlarga bo'lgan muomalasiningki chetga qiqish, faqat ota-onasini qabul qila oladigan, boshqa urug' tuqqanlarini ko'ziga sig'dira olmaydigan o'shundoq bolalar bo'layotgan yoki bo'lmayotganligi, bolalarning pul qarashi, ya'ni pulni muhim bilib oladigan, pulni hammaga qodir deb bilib oladigan, hayotlikdagi eng muhim narsa pul deb qarab oladigan o'shundoq ko'z qarashlarining yetilayotgan, yetilmayotganligi deganda bu bir qator masalalar oila tarbiyasiningki mazmunini tashkil qilish kerak. Ammo hozir biz bu taraflarga ancha ko'ngil bilmaymiz, ham xiyolimizda yo'q. Faqat bolamizning o'rganishiga ko'ngil bilamiz. Mana shuning bilan nima kelib chiqadi deganda, biz boshda ayiblagan yoki tanqid qilgan jungu ma'rifidagi ojizlik yoki kasallik oila ma'rif orqali to'liqlandi. Ham u shu paravozning keyinda vagon bo'lib so'rilib yuradi. Shunga maktab ma'rifi imtihon ma'rifiningki asaratidan qutlanmasa, uning bilan karimiz bo'lmasin. Uni hal qiladigan, uni tanqid qiladigan, uni yetaklaydigan, uning islohot xarakterlik chora-tadbirlarni tuzadigan o'rinlar bor. Ammo oila ma'rifi deganda ota-onalar oila ma'rifida oila ma'rifining xos rolini hargiz maktab ma'rifiningki rolidan kamchaqlamaslik kerak. Maktab beradigan tarbiyaga oilada beradigan tarbiyani ergashma holda emas, rasmiy to'liqligicha holda amalga oshirish kerak. Biz yuqorida oila tarbiyasidagi ba'zi muhim narsalarni dedik. Shu narsalarning hammasi, masalan, pul qarashi, boylik qarashi, bolalarning amal qarashi, urug' tuqqanchilik qarashi, do'stlik qarashi, halol harom qarashi, psixik sog'lomligi,
jamiyat qarashi, ijtimoiy aloqa qarashi qatorliq mushundaq masalalarning hammasininki bir xil muayyan an'anaviy axloq normasida ichidimi yoki emasmi? Kishilik aloqadagi ba'zi harakatlari, kishilik munosabatlari, qiziqish, havaslari, qonun intizom yoki axloq mezonlari doirasidami emasmi? Odamning jamiyatning yoki kishilarning ko'ziga sig'maydigan ba'zi qiziqish, ba'zi havaslar bularningki turmushdan, qalbidan o'rin olyapti, ammatamdi. Buning ba'zi turmush odatlari sog'lommi, sog'lom emasmi? Mushlarning hammasini oila tarbiyasi orqali bir izg'i selish, yaxshi odatlarni yetildirish, yaxshi ko'z qarashlarni, to'g'ri, durust ideyalarni bolalarning qalbidan o'rin olg'izish bu ko'ngil bilish tegishli nihoyatda muhim masala. Ammo biz dal mushu masalalarga hozir buni cho'ng o'g'anda qilib oladi-ku, bu cho'ng o'g'ish bara-bara o'rganib oladi deb qarayapmiz. Bundaq nozik masalalarni cho'ng o'g'anda bara-bara o'rganib oladi deb tashlab qo'yish vaqtni, fursatni qo'ldan berib qo'yganlik hisoblanadi. Bu to'g'ri bilan xatoni, yaxshi bilan yomonni, halol bilan haromni farq etishdan iborat mushundaq muhim turmush prinsiplarini, turmush aqidalarini turg'izishni cho'ng o'g'ich bara-bara o'rganib qoladi deb qarash bizga xeli jiq kechikishni ham bexudlikni keltirib chiqardi. Odatda bexud ota-onalar bu masalalarga sal qaraydi. Ular bolalarning o'rganishiga ziyoda ahamiyat berib, shu jihatdagi bolasining natijasi bilan faxrlanib, natijasidan qanoat hosil qilib, bolasi yaxshi odam bo'layotgandek tuyg'u bo'lib qoldi. Amaliyotda buningdagi nurg'un tarafdagi tarbiyalarga o'zining ahamiyat bermaganligini cho'ng o'g'anda his qildi. Bir bola o'rganishda tirishchan, imtihon nomerlarini yuqori olishda a'lochi bo'lishi mumkin. Ammo u shaxsiyatchi bo'lsin. Agar bolangizda shaxsiyatchilik xarakteri yetilib qolsa, kelgusida sizni o'ngda qo'ydi. Shaxsiyatchi bola oxir hisobda o'zining ota-onasini qalbiga sig'dirolmaydigan, ularga nomuvofiq muomalada bo'ladigan mushundaq yo'lni tutadi. U vaqtda sizning bolangizning yuqori nomerlik bola, bilimlik bola bo'lishi hech nimaga arzimay qoldi. Shunga bilimlik bo'lish, o'rganishda tirishchan bo'lish, yuqori nomer olish, o'quvchilar uchun bir yaxshi utuq bo'lsa-mu, ammo u bir odamningki, bir bolaning yetilishidagi birdan bir omil emas. Bolaning yetilishida, uning o'sib ketishida nihoyat muhim omillar bor. O'sha omillarga biz cho'qim ahamiyat berishimiz kerak. Shunga bolalarni hozirgi ota-onalarda, Urumchidagi ota-onalarda eng ko'p ko'rilayotgan narsa o'rganish natijasiga bakrak ahamiyat berib, boshqa jihatdagi yetilishiga sal qarashdan iborat. Mushundaq bir ojizlik bizning oila ma'rifimizdagi bir ilmiysizlik deb qaraymiz. Yana bir narsa shu deganda, bizningki shu avlod tarbiyasida ba'zi narsalarni yuzak tushunadigan, ba'zi oddiy ishlar bilan o'zini xush qilib yuradigan yoki qaramoqqa haqiqatan to'g'ri, ammo u turmushdagi eng odatdagi narsalar deb qaraladigan narsalarni muhim bilib oladigan ota-onalar xili bor. Biz bundaq narsalarni turmushning eng ushshaq halqalarida ko'rib o'tamiz. Bizningki oila tarbiyasidagi ilmiysizliklarimiz agar ularning turmush odatlari, fikr qilish odatlari, tafakkur usuli, muhabbat nafrat qarashi, qimmat qarashi qatorliq masalalarni odatlantirish, uni to'g'ri izg'i solish xarakterlik bo'lmasa, biz o'zimizni bir layoqatli ota-ona deb hisoblamasak ham bo'ldi. Odatda ota-onalarda mush oila tarbiyasiningki biz boshda dedik, buning mukammallashgan formulasi yo'q, eng oxirgi o'lchimi yo'q. Bu izdinish bosqichidagi, o'zgarish bosqichidagi, mukammallash bosqichidagi bir xil tarbiya, bir xil ma'rif dedik. Shunga buningki ko'pinchisi san'atlik xususiyatga ega bo'ldi. Elastiklik xususiyatga ega bo'ldi. Ba'zi narsalar qaramoq to'g'rida qilgan bilan amaliyotda xato, yomon oqibat keltirib chiqaradigan ishlar bor. Masalan, biz ba'zi jonliq misollar orqali buni tahlil qilib baqsak, avtobusda sizning bolangiz sizdan avtobusga chiqqan vaqtda bolangizni bir o'rinda o'ltirg'izib qo'ydingiz. Balangizga o'rin berib, o'zingiz to'g'a ahvolda yana bir bekatda bir yashangan kishi avtobusga chiqdi. Bu vaqtda balangiz o'rindan turib, u kishiga o'rin berishga tamshilayotgan vaqtda siz tuyuqsiz ko'z ishorasi qilib balangizni o'tireva degan ma'noda bishorat berib qo'ydingiz. Bu nimani keltirib chiqardi deganda, qaramoqqa siz balamni yaxshi ko'raman deb o'ylaysiz. Men balamni yaxshi ko'radigan bo'lsam, mening balamni kichik bo'lsa deysiz. Ammo bu yerda siz balangizning qalbidagi boshqalarga yaxshilik qilish, boshqa cho'nglarni hurmatlash,
ma'lum narsalarda qurbon